Men ismim Jahongir. Yoshim 23 yoshda. Men Farg'onalikman. Bu Apko School'da men ijtimoiy tarmoqlardan topib, qidirib, izlab, topib keldim. Bu yerga kirishligimiz sababi Matluba Ahrarovnaning intervyularidan, bergan ma'lumotlaridan kelib chiqib turib bu yerga keldim. Ular shu darajada ishonch bilan gapirdilarki, meni shu o'quv kursiga kelishimga sababchi bo'ldilar. Men hali ko'rmagan, men hali bilmagan informatsiyalarni yuqori darajada chuqurlik bilan oldim. Shunday o'qituvchilar o'tdiki, bizga bor mehrini berdi. Boricha bizga dars o'tdi, ayamadi vaqtini. 5 oy davomida biz yuqori bilimlarga erishdik, yuqori natijalarga erishdik. Nasib 85 ballik qizil diplom bo'ldi. Aslida 100 ga harakat qilgan edim, lekin nasibimiz 85 ball bilan qizil ekan. Matluba Ahrarovnaga men особенно rahmat aytib qolaman. Sababi shunday o'quv markazini ochganlaridan, shunday bilim yurti, bilim dargohi tashkillaganlaridan, kattakon tashkillaganlaridan xursandman. Kattakon rahmat aytib qolaman.